Assalamu alaykum qarindoshlar. Uyg'ur sog'lomlik kanaliga xush keldinglar. Bugungi mazmun suvda zaharlanishning dastlabki alomatlarini bilamsiz degan temada. Bu temani anglaganda dastlabda odamning qalasiga keldigani bo'lsa, suvdimi zaharlanadigandu degan savol bo'lishi mumkin. Buni oddiy tilimizda, ya'ni zag'ir tilimizda tushuntirishga tirishaman. Turmushda biz ishlatadigan va iste'mol qiladigan narsalarning miqdorining badanimizning ehtiyojiga uyg'un bo'lish bo'lmasligi nihoyat muhim. Buni oddiylashtirib aytsak, biz iste'mol qilgan narsalarning badanimizning ehtiyojiga uyg'un bo'lmagan yoki bo'lmasa badanning ehtiyojidan ishib ketgan miqdori bo'lsa, badanga ham yuk bo'ladi, ham zahar bo'ladi. Masalan, qahvani misol qilib olsak, qahvadan 1 yoki 2 stakan ichsa, ruhini ko'tarib, uyquni ichib, insonni tetik qiladi. Buni hammamiz bilamiz. Nurg'un kishilar atdiganni 1 stakan qahva bilan boshlashga odatlangan. Navoda kundalik iste'mol qilish miqdori badanning ehtiyojidan ishib ketsa, u chog'da yurakni soldirib, insonning ichini titildirib, kechlik uyquni qochiradi. Bu chog'da qahvani ziyon qildi demaymiz, badanning ehtiyojidan eshib ketib, badanga yuk bo'ldi deymiz. Suv bo'lsa koinotdagi eng muhim modda. Suv bo'lmasa hayotlik bo'lmaydi. Ya'ni inson va boshqa jonliqlar yasholmaydi. Badanimizning normal fiziologiyalik xizmati uchunmi suv intayin muhim. Ammo bu deganlik fursat bo'lsa, suvni to'xtamay ichib bering deganlik emas. Suvni haddidan ziyoda ko'p iste'mol qilganda ichki a'zolarning yukini og'irlatib, yomon oqibatlarni keltirib chiqaradi. Xuddi sel bo'lsa, hamma narsalarni cho'ktirayotganga o'xshash, ichki muhitimizdagi ortiq suvlarmi ichki a'zolarimizning suvliq ishib, normal ishlash iqtidorini yo'qotadi. Buningga amaliy bir misol olsak, Klara 14 yoshlik bir qiz bo'lib, jiddiy bilimga hushidan ketganligi sababidan oilasidagilar tarafidan kech soat 10larda ilib kelinadi. Kasallik tarixiga qaraganda bu qiz bola burun kasal bo'lib baxmagan, hech qanday dori yeb baxmagan sog'lom bir qiz. Hushidan ketganlarning hammasini qininab tekshirdi. Bu chog'da qininab tekshirgan chog'da qon plazma tarkibidagi natriy 97 bo'lib chiqqan. Normalda bo'lsa 1 litr qon plazmasi tarkibidagi natriyning quyuqligi 135 bilan 145 millimolning oralig'ida bo'ladi. 115 dan tuvan bo'lsa, og'ir darajadagi natriy tuvanligi deb ataladi. Bundaq tuvan bo'lsa, hayotga xavf ilib keladi. O'lish nisbatimi 20% atrofida bo'ldi. Bu qizning bo'lsa 97 bo'lib, odatdan tashqari tuvan bo'lib, bek az uchraydi. Sababi bo'lsa, oilasidagilar mehmon chaqiribdi. Bu qizning do'stlari kelibdi. Kechki tomoqdan keyin bu qizlar o'yin o'ynamoqchi bo'lib, tepish o'yini o'ynashni, to'g'ri topolmaganlarni 1 stakan suv ichish bilan jazolaydigan bo'lib bitishibdi. Bu uy egisi bo'lgan Klara o'zining navbati kelganda har qatim tepishmoqning javobini xato topganligi uchun har qatimda 1 stakan suv ichib jazolangan. Shunday qilib 2 soatga yetmagan vaqtda 3 litr suvni ichib etgan. Ondan beshi og'rib, ko'ngli ilishishga boshlagan. Do'stlariga "Sizlar o'ynayveringlar, men birdam yetib olay" deb yetib uxlab qolgan. Keyin do'stlari Klarani uyg'ota olmay, cho'nglarni chaqirgan. Shuning bilan bular doktorxonaga kelgan. Klaraning ming'isini magnit kamerada tekshirganda bo'lsa, ming'isining suluq ishib, bosh so'ngigining ichiga siqilib qolganligini, ming'i hujayralarining bo'lsa, yuqori besim sababli o'lganligini ko'rgan. Shuning bilan bu qiz qutqizish uni bermay o'lib ketgan. Buning diagnozi bo'lsa, qisqa vaqtda ko'p suv ichish sababli badanda og'ir darajada jiddiy xarakterlik bo'lgan tuz kamligini keltirib chiqargan. Og'ir tuz kamligida badandagi hamma hujayralar suluq ishiydi. Badandagi hamma organlar suluq ishiydi.
meni ishib ketsa, sirtidagi qattiq bosh so'ngiki kerilanmaganlikdan meni hujayralari meni qattiq so'ngakning ichida besilib o'lib ketadi. Buni endi tuvandagi qizil qon hujayrasini misol elish orqali tushundiray. Buni oddiy til bilan tushundirman. Buni doktorlarning tili emas, oddiy zahir tilida tushundirman. Buningda badanda tuzning quyuqligining yuqori, tövan va normal bo'lgan holatlarini selishtirib ko'rib boqaylik. Qizil qon hujayrasining hujayra ichi va sirtidagi tuz miqdori o'xshash quyuqlikda bo'lganda, hujayra ichiga qanchalik miqdorda suv kirgan bo'lsa, o'xshash miqdordagi suv hujayraning sirtiga chiqib ketadi. Bu vaqtda hujayraning normal fiziologiyasi va shakli o'zgarmaydi. Bu ko'rganimizdek qizil qon hujayralari odatda o'ttiri nefis bo'lgan to'qashga o'xshaydi, bizning Uyg'urlarning to'qishiga. Buning normal shakli holati musholatda. Bu rasmda bo'lsa, qizil qon hujayrasining hujayra sirtidagi tuzning quyuqligi hujayraning ichidagi tuzning quyuqligidan eshib ketgan. Bu chog'da hujayraning sirti tuzliq bo'lib ketdi desak bo'ladi. Bu chog'da hujayraning ichidagi suvning hammasi hujayra sirtiga chiqib ketadi. Buning bilan hujayralarning shakli o'zgarib, qo'rilib qoldi. Xuddi to'qashga o'xshaydigan qizil qon hujayrasi qo'rilib o'z shaklini yo'qotgan. Bu badanda suv yo'qotgan ahvollarda ko'rildi. Buningda bo'lsa, qizil qon hujayrasining hujayra sirtidagi tuzning quyuqligi hujayraning ichidagidan to'van bo'lgan holati. Bu vaqtda hujayra sirtidagi suv hujayraning ichiga kirib, uni xuddi suv to'shqizib qo'ygan sharga o'xshash qilib qo'ydi. Buni suluq qishiq deymiz. Eg'ir bo'lib ketgan chog'larda hujayralar yerilib ketadi. Yuqorqi qizning o'lishida bo'lsa bu xil ahvol yuz bergan. Badanga tuyuqsiz ko'p miqdorda suv kirgachga, badandagi har xil tuzlarning quyuqligini tuyuqsiz tovanlatib etgan. Buning bilan jiddiy xarakterlik tuz kamligi kelib chiqqan. Masalan, biz atgan choy qilgan bo'lsak, tuzliq bo'lib ketsa, uningga ya choy quyamiz, ya qaynoq suv quyib tuzini tangshaymiz. Shuningga o'xshash suvni az yoki ko'p iste'mol qilishimiz badanimizga har xil tuzlarning yuqori va to'van bo'lishiga ta'sir ko'rsatadi. Ba'zilar balkim qisqa vaqtda ko'p suv ichmasimi, az-azdan bir kunning ichida davomli suv ichib, suvning umumiy miqdorini yanada badanning ehtiyojidan oshirib iste'mol qilishi mumkin. Buning alomatlari tovandikicha. Birinchi, suydukning rangi suvga o'xshash uchuq rangda bo'lish. Normalda bo'lsa, suv seriq rangda bo'ldi. Navoda suvga o'xshash rangda bo'lsa, bu badanda suvning ko'p bo'lib ketganligining bir alomati. Ikkinchisi, kichik taratning qitim sonining eshib ketishi. 6 yoki 7 qitim kichik tarat qilsa normal bo'ladi. Navoda buningdan eshib ketsa yoki kechilarmi kichik taratga necha qitim chiqish to'g'ri kelsa, bu suvning ko'p iste'mol qilingan sababidan bo'lishi mumkin. Bu yerda sog'lom bo'lgan, dori yemaydigan kishilarni ko'zi tutib so'zlayapmiz. Asti xarakterli kasalliklar bo'lganlar, masalan, ma'za bezi yallig'i, qand seyish kasali, asti xarakterlik böbrek yallig'i bor bemorlar suvni ko'p ichmasimi, kechida kichik taratga qopadi. 3. Attaganda qopqanda qo'l-putlar chinqilib qopish. Yuz va qapoqlar ishib qilish. Bu mu suvni ko'p iste'mol qilishning bir sababi bo'lishi mumkin. Boshqa kasallik sababidanmi yuz qo'l ishiydigan, qo'l-putlar chinqiladigan ahvollar bo'ladi. 4. Bosh og'rib dori ta'sir qilmasa. Bu mu sog'lom kishilarni ko'z tutgan. Yenik darajadagi hujayra sirtidagi tuz kamligi sababidan ko'riladigan bosh og'rig'i, ko'ngli ilishish,
bu yenik holatisi. Navoda tuz kamligi ig'ir bo'lib ketgan chog'da bo'lsa, besh qiyish, muskullar tortishish, hushidan ketish ahvollari ko'rildi. 5. Davomliq o'zini harg'in va muskullarini kuchsiz his qilish. Bu holatlar boshqa kasalliklarda ko'rildi. Navoda sog'lom birisi o'zini harg'in va muskullarini kuchsiz his qilsa, o chog'da suvni badanning ehtiyojidan oshirib iste'mol qilmaganligiga qarash kerak. Suvni badanning ehtiyojiga qarab ichish kerak, ya'ni ussigan chog'da ichish kerak. Albatta, og'rib qolgan chog'larda suv ichishga ehtiyojimiz bo'ladi. Masalan, qizib qolganda badandan ko'p miqdorda suv yo'qoldi. Bu chog'da suv iste'mol qilish orqali badanning temperaturasini tushirgili bo'ldi. İç sürüp qolganda yoki yondirgan vaqtda oshqozon bilan uchay yo'lidan ko'p miqdorda suv yo'qotadi. Bu chog'da suvga oz miqdorda tuz silib iste'mol qilishni tavsiya qilamiz. Ko'p chiniqadigan tanargachilar chiniqib terliganda yoki bo'lmasa kishilarning oftobda uzun muddat turib terligan vaqtda bo'lsa, terisi orqali suv yo'qotadi. Bunda holatlarda badan suv to'liqlashga ehtiyoji bo'ladi. Badanimiz qanchalik suvga ehtiyojimiz borligini bizga bildiradi. Masalan, tuzli tomoq yegan vaqtimizda birdamdan keyin ussaymiz. Badan bizga suv kerak deb signal berdi. Shunga ussaganda suv ichgan eng yaxshi. Sog'lom bo'lgan odam normal oziqlansa, badaniga suv kamligi kelib chiqmaydi. Chunki yegan yemekliklari, meyveler, ko'ktatlar, choy va qahvalarning tarkibida ma'lum miqdorda suv bo'ladi. Shunga normal oziqlangandan boshqa cho'qim ayrim belgilik miqdorda suv to'liqlashning hojati yo'q. Navoda yetarli suv icholmay qilishdan ansirsangiz, suydikingizning rangi va qitim soniga diqqat qiling. Suydikingizning rangi qiniq, miqdori va qitim soni oz bo'lsa, suv ichishga ehtiyojim bor ekan deb o'ylasangiz bo'ldi. Albatta, bu chog'da odam ussaydi. Yuqorqi mazmunni yig'inchoqlasak, biz iste'mol qiladigan narsalarni mayli yeydigan bo'lamdi, ichadigan bo'lamdi, foydali deb badanning normasidan oshirib iste'mol qilsak, u badanga yuk yoki bo'lmasa zahar bo'ladi ekan. Shunga muvofiq miqdorda iste'mol qilgan eng muvofiq bo'ladi ekan. Bugungi mazmundan foydalanib qolishinglarni umid qilaman. Yangi mazmunlarda ko'rishguncha Allohga omonat.